Va aniq bilaman, sizda ham shunaqa do'stingiz bor, doim u bilan gaplashsangiz kayfiyatingiz ko'tariladi va u bilan gaplashsangiz o'zingizni yaxshi his qilasiz. O'zi shunaqa statistika borgan. Forbes tadqiqotlariga ko'ra, barcha yumor bilan ishlaydigan savdo nuqtalari va reklamalarni sotuvlari 47% ga balandroq bo'lar ekan oddiy kommunikatsiya ishlaydigan odamlarga nisbatan. Agar siz ham sotuvchi sifatida o'zingizni yumor ishlash qobiliyatingiz ustida ishlagan bo'lsangiz va ko'nikmani rivojlantirgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan sotuv qila olasiz. Chunki bunchasi tushayaptimi? Demak, to'lov qilishga yaqin. Bo'lmasa bugungi mavzuyimizda sotuvda yumor ishlatish va yumor ishlatish uchun 5 ta tavsiya. Assalomu alaykum barcha davralarning eng zo'r sotuvchilari. Mening ismim Sarvar Saminov. Men sotib bo'limi qo'shuvchi mutaxassis hamda Process kompaniyasining rahbari bo'laman. Bugun sizlar bilan savdoda yumor ishlatishga 5 ta tavsiya ko'rib chiqamiz. Bo'lmasa boshladik. Agar sizda sotuv paytida yumor ishlatish ko'nikmasi bo'lsa, bu sizning sotuvingizni va qiziqarli suhbatdoshingizni bo'lsa, sizga nisbatan empatiyasi oshadi. Ya'ni sizga nisbatan ishonchi, qadrdonligi oshadi. Qiziqarli bo'lishi 5 ta tavsiya sizga. Birinchisi, tinglovchini, ya'ni suhbatdoshingizni ajablantiradigan javoblar qaytarishingiz kerak. Bu qanaqa desangiz, masalan, men ko'pincha shunaqa, ya'ni mijoz kutmagan savollarga kutmagan javob qaytaraman. Ya'ni mijoz bilan javob kutmaydi. Masalan, u kimni tanishtirayotgan paytimda, masalan, bu jamoamizni Shoruq aka, bizning direktorimiz, bu Shodiyor, bizning sotuv bo'limi rahbarimiz, men Sarvar shu choylarga qarayman, choy suvni olib yeb turaman deyman va bu narsa kutilmaganda. Hozir o'ylaydi, Sarvar degan paytda men asoschiman deb kutadi, lekin men shunaqa hazilomuz javob qaytargan paytimda kayfiyat yana ko'tariladi. Tushunasizlar? Keyingisi, tinglovchi o'ylagandan ko'ra ko'proq ahamiyat bering. Ya'ni suhbatdoshingizga ko'proq ahamiyat bering, nimalarga e'tibor qaratayotganiga. Keyingisi, tinglovchini sohasidagi qiziqarli faktlar, global voqealar haqida aytib bering. Masalan, aytaylik, tinglovchingiz Xitoy bilan narsa olib keladi va hozir Xitoy bilan bo'layotgan muammolar ko'payyapti, juda osonlashyapti. Bu narsa haqida qanday faktlar yoki qanday eshitgan narsangizni aytib bersangiz, bu u sizga begona emasligini his qildiradi. O'zingizni hayotingizdagi aynan shu sohaga yaqin tajribangizda o'tgan qiziqarli voqealar bo'lsa aytib bering. Men ko'pincha rahbarlama ishlayman-ku. Rahbarlama ishlayotgan paytimda bitta ko'pchilik rahbar aytadi-da, men tanasi aytib beraman. Aytaman, o'zbeklar bilan yaponlar eshak eshish bo'yicha chempionatda qatnashibdi. Eshak eshish borib, qayiqda. Chempionat qatnashibdi, yaponlar birra olibdi, o'zbeklar ikki olibdi. O'zi ikkita komanda qatnashibdi. Keyin yaponlardan so'rashibdi, qanaqa yutdinglar desa, bizda bitta kapitan bor, ya'ni bitta boshliq bor, qolgan 8 ta eshakchi bor. Kapitan nima desa, hamma shuni qiladi debdi. Tushunarli deyishdi-da. Keyin o'zbeklarga borib, sizlar qanaqa qilib yutqizib qo'ydinglar desa, keyin javob berishdi. Bizda bitta rahbar bor, 3 ta rahbari zami bor, bitta bo'lim boshlig'i bor, bitta kadr bor, bitta ishchichi bor deb javob beribdi. Bu narsani beradi. Ko'pincha shu bizda strukturada rahbarlar ko'pligini bildiradi. Shunaqa paytda mana shu yumor bilan men javob qaytaraman ko'pincha. Ko'pincha bu o'xshaydi. Va yo'tidan bitta texnika ham bor, bitta hazil ham bor. Esingizda bo'lsa, yapon bilan o'zbek majlisda ko'rishib qoladi-yu, kelasi bitta zavodda bir xil ish qilgan bo'ladi, bir xil ob'yem bo'ladi. Lekin nechta odam ishlaydi deydi. Yaponga qarab, yapon aytadi 7 ta odam deydi. Sandachi desa, o'zimda 50 ta odam ishlagan bo'ladi, uyaladi, 8 ta deydi. Bo'pti deb tarqalishadi, kechqurun gostinitsaga kirishadi. Kechqurun soat 12 da eshik taqiladi o'zbek eshigi. Eshikni ochsa, yapon sochlari to'zib yotibdi, uxlamasdan o'tirib siqilgan yuz bilan, "Ani bitta xodiming nima ish qiladi?" deb so'ragan. Bu narsa nima beradi? Ya'ni qolgan hali 50 tasini nima ish qilayotganini biz tamom bo'ladi-da bu. Ya'ni bu narsa ham o'sha ishga oid, ya'ni biznesga oid hazillar. Shuning uchun bu hazillarni bilishingiz yoki o'rganishingiz sizni suhbatingizni yumshoqroq o'tishga yordam beradi. Keyingisi, mashhur qiziqchilarning so'zlarini ishlatishingiz mumkin. Masalan, bo'lsa nima qilamiz? Endi navbat qo'shiqqa deyman. Esingizda bo'lsa, Ivan Vasiliyevichda aynan shu joyi bor. Танцуют все! Shunaqa, shuning uchun men har safar shu kinodagi gaplarni o'zimga olaman. Masalan, ko'pincha ayniqsa eski o'zbek kinolari bor-ku, ya'ni Suyunchiga o'xshagan professor gapiradi, ya'ni aynan shu narsalarni men o'zimni suhbatimda ishlataman va bu narsa suhbatingizni juda ham chiroyli va boy o'tkazadi. Agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, videoga like bosib qo'ying, tanishlaringizga yuborib qo'ying. Qanaqa mavzular sizga qiziq, kommentariyada qoldiring va bu mavzuda biz albatta video tayyorlaymiz.